bo'lsa, sizlar bilan Og'abek Pro YouTube kanalim sizlarga bugun Telegramda bot yaratishni o'rgatib qo'yaman. Qani bo'lsa boshladik. Demak, birinchi bo'lib Telegramdan bot fazerni topib olamiz. Mana bot fazer. Mana shu bot fazerga kiramiz. Kirib mana bu yerdan birinchi start tugmasini bossak, mana chiqib keladi. Mana new bot birinchi tagiga bosamiz. Botimiz nomini yozib olamiz. Mana musiqachi bot bo'ldi. Taken username yozamiz. Bot qabul qilmayapti. Boshqa username bor. Musiqachi uz bot. Yo'q, tabi bo'lmayapti nimagadir. Musiqa uz bot. Ko'ribsizlar, bot username bor. Endi mana buni tokenini bot tokenini nusxa olamiz va mana bu yerda music creator degan bot bor. Mana shu bot ustiga botib, hozir olgan tokenimizni tashlaymiz. Mana botimiz tayyor bo'ldi. Kirib ko'ramiz endi. Mana hozir bot. Mana endi bu yerga sozlashimiz kerak yana ham. Yana bot fazerga qaytib kirib, bot fazerdan my bot ustiga bosamiz. Mana hozir botimiz ustiga bitta bosib, edit bot ustiga bosib, edit about ustiga bosib, fotomizga xush kelibsiz deb yozib ko'ramiz. Qabul qilamiz. Yana edit bot ustiga bosib, description degan narsa bor. Mana bu bot musiqalarni qidiring deb qidiring deb yozdik. Qabul qildi, edit post bosamiz. Endi mana hozir edit description picture bor. Bu mana shu atgan razmerdagi rasmni tashlab berishimiz kerak. Hozir mana shu rasmni tashlab ko'raman, agar qabul qilsa. Bo'ldi, bu ham qabul bo'ldi. Mana edit postiga bitta bosib, mana botik degan, edit botik degan narsa bor. Start. Botga musiqa qo'yishimiz kerak ekan. Bitta rasm topib olamiz botga. Xo'p, masalan, mana shu botni olib ko'ramiz. Mana shu botning rasmini qo'yib ko'ramiz, tarona botni. Endi komanda edit post bor. Komandas start. Qayta ishga tushirish. Bo'ldi, bu ham tayyor. Endi botimizga kirib ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar.
tayyor bo'ldi. Bot musiqa. Musiq X bot tayyor bo'ldi. Endi bu yerga bironta bir qo'shiq qidirib ko'ramiz. Bo'ldi, tayyor bo'ldi jigarlar. Xo'p, YouTube kanalimiz yangi, shuning uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishingiz chiqmasin.